Nurali ishda bahoysiz bugun. Sanang. Bugungisini sanang. 5 ta. Islom nechta? 5 ta. 6 ta. 8 ta. Nechta shogird? Tez. Sarvar nechta? 4 ta. 4 ta. Ilyos nechta? Uyga vazifani sanama. Faqat bugun darsda olganingiz sana. Bitta ham olgani yo'q. Bugun vaqt olyapsan. Kamron nechta? Nima? Shogird 9 ta. Shogird nechta? 12 ta. 4 ta. Azima 12 ta. Nechta? Qanoqqan 12 ta ekan. Azima oshing 12 ta sanaymiz. 2 ta. Boshdan sanang o'zingiz qo'lingizga. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ustoz menga bitta qo'y berma. 10. Olib kel. Qani 12 ta. Sen 12 ta deb aytding-ku. Men 10 deb aytdim. Ha, sen aytdingmi, qani? Bugungi sanani ko'rsat birinchi. Qani Bugungi sana meniki 28-oktyabr. Kichiklar emas. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Qaradiz. 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 10 ta, 12 ta. Sho'rg'on seniki sanaymiz. Bugungi sanani ko'rsat birinchi. Bugun sana qo'ymaganman. Xo'p, mayli. Xo'p, ketdi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, xo'p. 8 ta, 9 ta. Xo'p, baholar sanaymiz. Kim ko'p baho olgan? 6 ta, Shahina nechta? 6 ta, Sevinch nechta? 5 ta. Ramzin. Aytinglar o'zlaring. Kimda 8 ta? Husan'da. Kimda 8 ta yana? Menda 9 ta. Ramzin 9 tami? Husan olib ko'ray. Haqiqatda 9 tami ekan. Xo'p, qo'y mana bu yerga. Uyga bas. Aha. 1 2 1 2 Xo'p. 3 4 5 6 7 8 ta. 8 Ramzin qo'y. Ramzinni sanaymiz. Bitta, Aha. 2 ta, 3 ta, Xo'p. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 8 ta. 9 ta. Uyga bas emasmi u? Yo'q, mana. 9 ta. Malades, to'g'ri. Eng ko'p Ramzin bugun baho olibdi. Ramzinga bitta qarsakchalik qo'yamiz.